Yigitlar pulimda baraka bo'lsin desalaring, pulim ko'paysin desalaring, pullaring onalaringga sanatinglar. Har bitta topgan pulingizni ishlab chiqarishingizniki bo'ladimi? Savdoyingizni puli bo'ladimi? Albatta uyga olib kelib onangiz qo'lidan birma-bir o'tkazing. Har bitta kupiyorani. Qo'pol qilib aytganda, onangizdan pul mashinasi sifatida foydalaning. Ana shunda barakani ko'rasiz. Chunki onaning qo'lida baraka bor. Pul onadan o'tishligida baraka yog'iladi. Bu isboti bor gap. Boylarning ko'pini ko'ring, kassasi onasida turadi. Milliarderlarni ko'ring, ularda milliarder bo'lishiga sababchi ona. Mayli, pulingiz yo'qdir. 100 ming, 200 ming pulingiz cho'ntagingizda bo'lsa ham ertalab kunda tong saharda turib, onajon mana bu pulimni sanab qo'ying deng. Ana shunda barakani ko'rasiz. Baraka yog'ilishini ko'rasiz. Ba'zi birlar chiqyapti, pul xotinda turish kerak edi. Bunda baraka bo'lmaydi. Erkak kishining kassasi xotinida turmaydi. Yigitlar pulimda baraka bo'lsin desalaring, pulim ko'paysin desalaring, pullaring onalaringga sanatinglar. Har bitta topgan pulingizni ishlab chiqarishingizniki bo'ladimi? Savdoyingizni puli bo'ladimi? Albatta uyga olib kelib onangiz qo'lidan birma-bir o'tkazing. Har bitta kupiyorani. Qo'pol qilib aytganda, onangizdan pul mashinasi sifatida foydalaning. Ana shunda barakani ko'rasiz. Chunki onaning qo'lida baraka bor. Pul onadan o'tishligida baraka yog'iladi. Bu isboti bor gap. Boylarning ko'pini ko'ring, kassasi onasida turadi. Milliarderlarni ko'ring, ularda milliarder bo'lishiga sababchi ona. Mayli, pulingiz yo'qdir. 100 ming, 200 ming pulingiz cho'ntagingizda bo'lsa ham ertalab kunda tong saharda turib, onajon mana bu pulimni sanab qo'ying deng. Ana shunda barakani ko'rasiz. Baraka yog'ilishini ko'rasiz. Ba'zi birlar chiqyapti, pul xotinda turish kerak edi. Bunda baraka bo'lmaydi. Erkak kishining kassasi xotinida turmaydi.